Hurmatli Prezident, men Mansur To'lqinjon Nosirov, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman Qahramon mahallasida yashayman. 95-yilda maktabda ishga qabul qilinganman. Shu bilan birgalikda 10 sotikda tomorqam bor. Shu oila a'zolarim bilan birgalikda dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Bu dehqonchilik albatta ishdan tashqarida olib boraman. Bir yilda 3 marta hosil ekish yo'lga qo'yganman. Birinchi ekinni noyabrda urug'ni qadiyman. Bu sabzi ekiladi, ikkinchisiga bodring ekiladi, uchinchisiga kartoshka ekiladi. Birinchi urug'ni sabzi issiqxonada bo'ladi. Issiqxona 2 qavat yopilgan, katta duga qilib ustidan ichidan yana bir duga yopiladi. Bunga hech qanaqa energiya ham kerak emas. Shunday holatlar bo'ldiki, anaman sovuqda ham mana shu sabzilar joyida qoldi. Hech qanaqa sovuq urmadi. Shuncha sovuqqa chidamli ekan. O'sha yillari daromadim ham yaxshi bo'ldi. Sabzini ekkanda buni yaxshi sortini ekaman, Gollanda sortini ekaman. Sababi bozorlarga borsangiz bir xil tekislikda kattaradi. Ham tez pishar bo'lgani uchun mana shu urug'dan foydalanaman. Hurmatli Prezident. Ikkinchisi, bodring. Men ekadigan sort Zena degan sorti. Hosili ham yaxshi, talaga ham kasalga chidamli. Uchinchi hosil kartoshka ekamiz. Bundan tashqari Samarqandda 34 ta qutida asalari bor. Bu asalarining har xil sortlari bor. 17 ta qutidan 200 kilo 250 gacha toza asal olaman. Mana shu hududimga qarashida 25 ta oilada asalchilik bilan shug'ullangan. Men ularga shu 25 ta xonadonga asalchi bo'lishi yordam berib kelyapman. 80 ta xo'jalikda savzi bilan shug'ullanadigan insonlar bor. Hammasiga yordam berib, o'rgatib kelyapman. Dehqonchilikda 130 million daromad bilan. Daromadingiz a? Ha, daromadim. Lekin buni tagida mehnat, to'g'rimi? Ha, yo'q, albatta uni orqasida mehnat bor. Men qoyil qoldim, mana shunday sadoqatli tomorqachilar borligidan To'lqin Mansurovga bugun farmonim bilan qo'l qo'yib, do'stlik ordeni beraman.